o'zgartira oladi. Penaltidachi uning chapaqaligi rost, ammo o'ng tarafi chapdan qolishi mumkin. Ha, oxirganidan zarba berdi. Kalta chap oyoqlarning zarbi juda ham kuchli. Chap oyog'i Maradonanikidan kam yeri yo'q. Maradonani o'rnini kim egallaydi? Faqat Messi. U bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak. O'ng ehtiyot bo'lib ishlatish kerak. Bu hazilakam kuch emas. Ha. Bir oyoq doimo ikkinchisidan yaxshi bo'lishi mumkin. To'g'ri. To'p o'ng oyog'ida bo'lsa, demak to'g'ri darvozaga, maydondagilar esa iloji boricha ochiq turishlari kerak. Terma jamoadachi, axir u erkin o'yinchi. Messi doimo himoya ostida bo'lishi kerak. Qo'ymasamchi, toki yugura olmasin. Baribir u bir yerda qotib turmaydi. Bu Messi uchun yetarli emas. Bechorani faqat tepib yoki chalib